Assalomu alaykum do'stlar. Angliyada navbatdagi tur o'yinlari o'tkazildi. Birinchi o'yinimiz Manchester United Newcastle. Manchester United Old Traffordda 1-0 hisobda g'alaba qozondi. Yagona gol muallifi Dorgu. Xo'sh do'stlar, navbatdagi o'yinimiz Nottingham Forest Manchester City. Manchester City safarda g'alaba qozondi. 1-2. Abdug'odir Husanov zaxirada qoldirildi. Navbatdagi o'yin Arsenal Brighton. Arsenal 2-1 o'z uyida g'alaba qozondi. Ammo o'yin ikkinchi taymda biroz durangdek bo'ldi, ammo Arsenal g'alabani ushlab qoldi. Keyingi o'yinimiz Liverpool Wolverhampton. Liverpool 2-1 hisobda g'alaba qozondi. Florian Wirtz Angliya Premyer Ligadagi birinchi golni urdi. Navbatdagi o'yin Chelsea Aston Villa. Chelsea o'z uyida 1-2 ga Aston Villaga yutqazdi. Aston Villa 11 g'alabali